shu bolalar tarbiyasida sizlarda qanaqadir ham qoidalar bormi? Shuni aytib beringlar. Men bilaman qanaqa qoida borligini, sekin aytib bersanglar mana. Уже bolalaringiz katta. Da. Sirlarni oshkora qilinglar menimcha. Hammasi anaqa. Bolani qanaqa biza ishlab yurib uyda qoldirib tarbiyalagan. Uni aytmayapman. Sizda qoidalar bor tam. VIP klient degan anaqa 1 soat mana shunaqa. Shu aytib bera qoling. Yo'q, bizada qoidamiz asosiysi shu bolaga VIP klientga qanaqa gaplashsang, VIP klient bilan xuddi shunaqa qilib bolani sal daj balandroq ushlab turib gaplashishing kerak, e'tibor qilishing kerak. U masalan hammada ham bizning vaqtimiz bo'lmasdi-yu. O'shaning uchun men aytardim, ozgina bo'lsa ham vaqt, shu 1 soat vaqt ketkizsak ham birga bo'lishimiz kerak и bir kunda bir marta и обязательно e'tibor полностью berish kerak bolaga. Telefonni olib tashlab, birga gaplashib o'tirish kerak. Kamida 1 soat kuniga bo'lish kerak. Shunaqa bizda unaqa nima deydi, prosta qoida bor edi. Bizda unaqa voy biz bolani tarbiyalashimiz kerak, tarbiya berishimiz kerak degan unaqa o'ylashga vaqtimiz bo'lmagan. Shu minimalniy qanaqadir qilish kerak bo'lgan narsa, bu vнимание e'tibor berish katta bo'lgan. Biz masalan men masalan maktabiga bormaganman, bog'chasiga borib olib kelganman, maktabiga o'qituvchisiga men hech qachon bormaganman, Barno borgan. И то bizani har doim o'qituvchilar aytardiki, sizlarning bolalaringiz deddomovskiy derdi, chunki unaqa ko'p aniq qilmasdi, maktablarga ahamiyat bermasdi. No, bizda o'zimizni zato sistema motivatsiya bor edi. Bolalarimizni 1 olib kelsa 1 so'm olardi, 2 olib kelsa 2 so'm olardi, 3 olib kelsa 3 so'm olardi, 4 olib kelsa 4 so'm olardi. Lekin 5 olib kelsa 50 so'm olardi. 10 barobar qimmatroq. Nimaga? Chunki menga faqat informatsiya kerak edi. Bolam yaxshi o'qiyaptimi, yomon o'qiyaptimi? Birni biz masalan o'zimizni 1-2 olganimizda biz o'chirardi u piskan olib. O'chirardi, чтобы ota-onamizni ko'rmadi. Chunki ko'rsa jahli chiqardi. Amanda nabarot edi. 1 olib kelsa 1 so'm olardi. Xursand bo'lib chopkirlab olib kelardi. Mana birim bor, 1 so'm bering derdi. Menga shunisi kerak edi. Men bilardim zato qaysi bolam qanaqa o'qiyotganini. No zato motivatsiyasi 50 so'm ishlamoqchi bo'lsa, 4 olayotgan joyida yo'q, men 5 olishim kerak, men 50 so'm ishlayman deb ishlaydi. Lekin bizani hech qachon urishmagan, yomon baholarga urishmagan, yaxshi o'qiginam degan gap bo'lmagan. Yaxshi o'qishing kerak, yo'q men nimaga 2 olding, nimaga 3 olding, 2 olmaganman men zolotoy medalistkaman, lekin bunaqa gap hech qachon bo'lmagan. Menda ham ukalarimda ham. Bolalarni yoshlikdan rosa mustaqil qilib o'stirgansizlar-da, men aytishim mumkin. Mana shu sistema ularni mustaqil qilganda, chunki o'zini puli bor. Bular aytganlar bo'ldi, 12 yoshdan 1 so'm ham pul olmaysizlar. O'zingizlar mana shu ishlagan pulinglarni faqat ishlatasizlar. Mana shu pulinglarga kiyiminglarni ham olasizlar. Zararlarini biz olib beramiz, a tak все что qolganini o'zingizlar olasizlar. O'shaning uchun byudjeti bo'lib qolganda bolalarni o'zlari ishlatishni o'rganishgan, qarz olishi, qarz berishi, pul bilan muomala qilishi yaxshi o'rganib olishganda, hammasi yoshidan kattaroq narsalarni bilishardi-da. Men Azizga bugun aytdim, Aziz boksga boryapti-yu, hamma joyi sinyak qarasam. Zoomda gaplashdik-da bugun. Men aytdim, Aziz, seni biz urmagan edik. Biron marta adang urmagan, oying urmagan, biron marta sinyak bo'lmagan. Seni puflab katta qiluvdik. Mana sinyaklarni olayotgan ekansan. Nima qilasan? Urmatsam, вот не добили получается. Хочу синяки сейчас. Bizani yana yoshlikda anaqa Shirin bilan Azamatni Amerika, Xitoyga yuborgansizlar. Qanaqa qilib shu 12 yosh, 13 yoshli bolalarni, ya'ni bu vaqtda hech kim yubormasdi. Qanaqa qilib nimaga jo'natganmiz? Nimaga qanchalik jasorat kerak-da, ya'ni o'zinglar ham yoshlikda jasorat bo'lmagan, yoshlikda problema bo'lgan. Qanaqa? Masalan, men ham baribir bizda nositel bo'lmagan ingliz tilida. Azamatga 1 o'rgatib ko'rganman ingliz tilini, 2 o'rgatib ko'rganman, 1 yil o'qisa xato qilyapti, 2 yil o'qisa qanaqa qilib ingliz tilini men bularga sindirishni bilmaganman. Keyin shu Barnoni qarindoshlari, yaqin qarindoshlari Amerikada edi. Keyin o'sha borib ko'ringlarchi, agar o'xshasa, biz unaqa niyat yo'q edi, ularni sirazu olib borib o'tga tashlab kelish. Yosh bolalar, nima 14-10 yashar bolalar edi. Keyin borganimizdan keyin gaplashib ko'rsak,
borib gaplashdi, вообще farqi yo'q, yuringlar. Bir yil o'qigansizlar. Da biz o'tib qolganmiz. Biza иностранецlar maktabiga bormasdik. Hamma boradigan maktablarga borardik. Oddiy maktabda o'qigan. Oddiy maktabda o'qiganmiz. Qimmat rayonda yashashardi. No, частный maktab emas. O'sha opam bilan pochcham Kaliforniyada zo'r rayonda, zo'r maktabda yozib qo'yishardi. Ana bu yil nechidir million dollar 3 million dollar terdi, yana qanchadir qoldi. Благотворительность. O'sha yerda yashaydigan odamlar Shunda kelmayman degansan, adashmasam bir yildan keyin. Ha, mana bunaqa bo'lganda, вообще nima, undan oldin endi Shirin уже подросток bo'lyapti-yu, 14 yoshmanda, 14 ga kiryotdi. Azamat hali kichkina edi. Bu Shirsakam ko'p gaplashardilar Shirin bilan. Shirin уже adasini o'zi oldindan yaxshi ko'radi. Ko'proq, masalan, juda yaqin bo'lishgan bular. Keyin bular tushuntirardilar. Bir yilda 2 yillik задачani qilsang, o'shanda sen tezroq o'sasan, все, что можно сделать, ну, masalan, faqat maktabda o'qimasdan maktab plus tilni olgin, просто o'tkazmagin vaqtingni, u bu deb o'rgatilib, bu o'zi изучать qilgan. Mani jo'natinglar Avstraliyagami, Angliyagami, qayergadir jo'natinglar, men til olishim kerak bu yil deb turib olganda, o'shaning uchun men telefon qilganman-da, Feruza opa deganman, mana shunaqa borsa maylimi sizlarnikiga hammamiz, ha kevir deganlar, kevir gaplashamiz. Feruza xolam kevir deganlar-da, lekin o'ylamaganlar, что bizga rostdan hammamizga viza beradi. Biz 2 haftadan keyin assalomu alaykum deb kirib kelamiz. Chunki oilaviy viza bermasdi. 8 yildan keyin hammamizga viza bergan. Chunki ular aytadilarki, voy men ожидать qilmadim, что sen rostdan hozir kirib kelishingni. Ular ha deganlarda trubkani qo'yganmiz-da, сразу vizaga подавать qilganmiz. 2 haftadan keyin уже yangi yilga как раз 2007-yilmidi, 2008 yangi yil edi, mana 2007 dekabr. Kirib borganmiz, o'sha yerda yangi yil kutib. O'sha bir yil o'qigan Shirin bilan Azamat, keyin qaytib kelishgan. Yarim yil o'qishgan. Yarim yilda уже yozda borib olib kelganman bular. Oyim nimaga olib kelganlar? Qo'rqqanlar, что biza uzoqlashib boshi o'zgaradi. Dunyoqarashi o'zgaradi. Endi bizaniki boshqacha-yu, bizaniki 14 yoshli qiz. Anaqa, faqat bunga emas, ikkalasiga ham. Qarasam, уже sekin amerikanец bo'lishyapti, такой yaxshi hayot. Bugun u parkka boramiz, bugun bu parkka boramiz. Qiyinchiliksiz. Unaqa qilamiz. Ular o'tirsa bularni anaqa o'ynatib, zo'r sharoitlar qilib berishganda, uyda bular qanaqa o'tirishgan. Unda уже hovlida o'zimizdan uyda turardi. Farida opamlar bor edilar unda уже yaxshi sharoitlarda yashashardi, конечно. Но Amerika bularga juda ham yoqqan. Endi men aytmoqchiman, anaqa deb nima deydi? Tadbirkorlar oilasida o'sganmiz. Tadbirkorchilik sekin boshidan qarasam уже o'tib ketyapti. Men o'ylaganman, bu qanaqadir opasniy narsa bo'lsa kerak, keyin bolalar boshqacha bo'lib qolishmasin, как раз hozir подростковый periodda Shirinda o'zgarish bo'lmasin boshida deb olib kelaylik deganman. Bu kirgan maktabda birinchi eng baland-ball bo'lganda matematikadan. Buni olishgan high schoolga, o'tdan уже tekinga можно institutga kirish ekan, mumkin ekan. Keyin xatlik kelgan bizga Feruz opam aytganlar, voy bolani olishibdi, qoldirgan, bu juda katta shans, hech kimga bo'lmaydi deb. Keyin baribir ham yo'q, men buni uzatishim kerak, qiz bolaga nima bor u yoqda. Ya'ni sizlar oldindan o'sha 3 ta bolanglarni tadbirkor qilmoqchi bo'lgansizlar yoki endi tadbirkor qilmoqchi bo'lmaganmiz. Tadbirkorda masalan agar yoqsa, o'zligiga o'z ko'zi bilan ko'rib o'sayotganda o'shani ko'rib o'ziga yoqsa, конечно, tadbirkorlarni men o'ylaganman o'sha paytda agar tadbirkor bo'lishsa qizuvroq bo'ladi hayoti. Agar o'ziga o'zi xon bo'lib, o'zini biznesini qilaman desa, ularga osonroq bo'ladi deb o'ylaganman. Biz o'tgan birinchi podkastda Shirin anaqa gullarni sotib, sizga tug'ilgan kuningizga qilgan gullarni sotib, birinchi biznesni boshlaganini aytib berdi-da. Men bilaman, siz har bitta bolangiz birinchi pul topganda pulni olasizda, ramkaga qo'yib mana qilib qo'yasiz. Birinchi topgan pul. Biz birinchi pulni xursand bo'lib adamga topshirardik. Keyin ular o'sha devorda osilib turibdi, uchalasi ham. U hozir osilmayapti. Hozir nimagadir oxirgi marta qaraganimda shkopda turuvdi, lekin hammasini puli turibdi. Ya'ni siz o'sha birinchi qilgan biznesdan kelgan pulni har safar kimdadir 1,5 ming, kimdadir 2 ming, kimdadir 3 ming, mana shunaqa pulni 1000 so'm, 500 so'm, mana shunaqa qilib yig'ilgan. Oldindan meni birinchi pulim, birinchi
ishlagan puli mana shunaqa deb uchalasiniki turibdi. Ya, Agar mabodo bir narsa bo'lib qolsa, anaqam bor. Zanachi. Bolalarniki emas. Bolalarniki. Adasiga berilgan. Chiqqan eshitdi.